Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshoh Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum birodarlar. Biz Qarshi shahrida joylashgan bolalar shifoxonasiga yetib keldik. Bizni mana bolajonimiz hozir juda ham og'ir xasta. O'zi chempion ekan-a? Karate bo'yicha 2 marta O'zbekiston chempionimi? 3 martami? 3 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan ekan ukamiz. Onkologicheskiy hozir kasal deb aytishyapti. Hozir onalaridan ham so'raymiz. 2015-yilda tug'ilgan ekan, 11 yoshda ekan. Hozir operatsiya bo'lgan joyini ko'rsatdi. Mana qorinni ko'rishlaring mumkin. Mana shu yerda mana shu qancha operatsiya bo'lgan. Hozir qanday nima bo'lgan? Nima deb tashxis qo'yapti doktorlar? Yana ko'tarilgan, qaytarilgan. Nimasi? Hozir qayerda buni? Qayerda bor? Qorin kichik soha bo'yicha. Qorinda o'zida o'simta bor, to'g'rimi? Ha, qornida o'simta bor ekan, o'shani olib tashlagan. Hozir ximiyoterapiya ham olish kerakmi? Olyapmiz hozir. Olyaptimi? Birinchi kursi olyapmiz, ximiyoterapiya olyapmiz. Onalari salomlashib, nima qilsangiz bo'ladi, yurtdoshlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'tirib oling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men o'g'lim saraton kasalligi bilan 2024-yildan beri kurashib kelyapmiz. Hozirda yana qaytalab qoldik. Rabdomiy sarkoma bilan xastalangan. Shuni hozir zudlik bilan Hindistonga operatsiyaga qilishga olib borishimiz kerak. O'zimizda mablag' yetarli bo'lmagani uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Iltimos qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Necha pul ketadi deyapti hozir yanga? Kamida 300 million so'm pul ketadi deyapti. Kamida? Ha. Ilk ko'chirishlarini o'zi 250 million bo'lar ekan. Ilk ham ko'chirish kerak ekan. Ximiya qilamiz dedi. Gaplashdi ya doktorlari bilan 4 kurs ximiya qilib, izidan ilk ko'chirish amaliyotini bajarsa yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh deb aytishdi. Anaki. O'zing nima deysan? Shu fikrga qo'shilaman. Befarq bo'lmanglar aziz do'stlar, iltimos sizlardan. Alloh yo'lida hissa billoh hissalaringizni qo'shinglar. 5000 so'm, 3000 so'm, 4000 so'm farqi yo'q. Imkoniyatlaringiz darajasida yordam qilinglar. Mana shu bolajon chempion ukamiz, xudo xolasa jahon chempionatlariga chiqsin. Mana chempionlarni siz bilan biz qo'llab-quvvatlamasa kim qo'llab-quvvatlaydi? Aziz do'stlar, Alloh yo'lida hissa billoh yordam qilinglar, podдержка qilinglar. 300 million so'm pul kerak bularga. Surrochniy больницада yotibdi hozir. O'zlarini ham ozroq yig'ib qo'ygan puli bor ekan, uni ham qo'shadi. Hindistonga srochniy operatsiyaga jo'natish kerak. Videoga like bosib tarqatib qo'yinglar.